Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan Uskom TV kanali, bu men Kamiljon do'stlar. Sizlar bilan bugun ochiqdan ochiq yuzma-yuz gaplashamiz, videorolik qilib turibman. Aziz do'stlarim, Qozog'istonda yurganlar, Rossiyada yurganlar kommentariya fikrlaringizni yozib ketishlarini so'ragan bo'laydim. Olmaotada ishlash yaxshimi? Вообще Qozog'istonda ishlash yaxshimi, Rossiyadami? Qayerda ishlash yaxshi? Qayerda dokumenti, qayerda odamlari yaxshi? Shu to'g'risida fikrlaringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Menimcha Qozog'istonda odamlar endi bari musulmon bo'lar, kofir emas. Salgina bir odam yilligi bor, musofirchilikda yurgandan keyin sal insofchiligi bor, shunday narsalari bor bu yerda. Dokumentini keladigan bo'lsa, dokumentidan unchalik qimmat emas. 3 oyga $200 bilan, polni AQSh $200 bilan dokument qilsangiz bo'ladi. Shu dokumentlarni qilib yurishingizni so'ragan bo'lardim. Nimaga deganda, hozir Olmaotada Oltin O'rda taraflarida yurganlar biladi. Kommentariya yozib ketinglar. Reydlar boshlangan. Bozorlarga kirib, kvartiralarning ichiga kirib, polni tekshirib turibdi do'stlar. Gostinitsalardan ishlab yurgan hayol qizlarimiz bo'lsa, gostinitsalargacha kirib, kecha kunda Oltin O'rdada qattiq reyd bo'lgan do'stlar. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Rossiyaga keladigan bo'lsa, Qozog'istonda dokumentlaringizni nasos qilib yursangizlar, keyin deport bo'lib ketishlaringiz mumkin. Shuning uchun dokumentlaringizni qilib yurishlaringizni so'ragan bo'laydim. Nega deganda, Qozog'istondan deport bo'lsangizlar, Rossiyaga borsangizlar, Rossiya Qozog'istondan 5 fatlar dokument to'g'risida ham reydlar ham juda qattiq bo'ladi. Ayamida nima deganda kofir baribir pollarga, yerlarga yotqizib, mana videolarni qo'yib beraman, ko'ringlar. Yomon holatlar bo'lib turibdi. Rossiyada ishlash oson, to'g'ri, yil 12 oy ish bo'ladi. Qozog'istonda misol hozir O'roza oyida ish kam. Nimaga deganda, bu yer musulmon xalqi polni как положение O'roza ustida. Shunga yarasha ishlash ham qilmaydi. Materialga yurgisi kelmaydi. Shuning sababini ko'ra bu yerda hozir O'roza oyida ish ham bo'lmaydi. Rossiyada yil 12 ish bo'ladi, to'g'ri. Daromad ham yaxshi. Endi bu yerda topsa bo'ladi. Har kimni o'rganishgan yeri do'stlar. Men ham mana Rossiya deportga borgan, oddiy kechiktirilgan shtrafim uchun Rossiya Federatsiyasidan men besrochniy deport olib chiqqanman. Hozirgi kunda Olmaotada yuribman. Olmaota bilan ikkovini solishtiradigan bo'lsak, bu yerda ishing bo'ladigan bo'lsa, normal ishing bo'lsa, bu yerda yurgan yaxshi, tinch musofirlarimiz, bari o'zimiznikilar, o'zbeklar, musulmon xalq, salgina bir insofi bor, iymoni bor xalq, salgina bo'lsa-da Rossiyaga qaraganda salgina emas, ko'pgina darajada insofliroq xalq bu yerda ishlasangizlar bo'ladi. Tavsiya etaman Olmaotaga, Qozog'istonda любой yerga borib ishlashlaringizlar. Rossiyaga borib ko'p dokument to'lab, rus tilini bilmay borib bitdi. Borgandan keyin kecha bir video qo'yaman. Kecha bir video qo'ydim, shuni ko'rgan bo'lsangizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Русский язык? Да, экзамен сдавали. Да. И как сдали? Купили? Да. Ekzamen kupili, da desa da kupili deyapti-da. Dokumenti sotib oldim. Misol rus tilini bilmagandek aytib turibdi. Undan keyin boshqalardan ham tribut qiladi, misol dokumentlaringizni sotib olgansizlar deb, rus tilini, istoriyani bil deb turibdi. Bu yerda Qozog'istonda hech kim Qozog'istonning istoriyasini, teoriyasini. Какой праздник 23 февраля? Вот сейчас будет. 3 fevral qanday праздник? Abaya kim bo'lgan, boshqa kim bo'lgan hech kim so'ramaydi bu yerda. Просто tak 3 oylik dokument qilasiz, undan keyin O'zbekistonga borib 14 kun davomida o'tirib kelasiz. Istasangiz 1 yillik dokument qilib ishlamasdan yangi bunday ishlarda yurishingiz ham mumkin bu yerda. Shuning uchun videoni Qozog'istonda va O'zbekistonda, Rossiyada yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar, fikrlaringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlar uchun xudo xolasa yangiliklar qilib boraman, kanalni to'xtatmasdan videoroliklar qo'yib boraman. Hamisha kuzatib boringlar. Hamisha kuzatib turgan kuzatuvchilarim kommentariyaga yozib ketinglar. Kuzatamiz seni. Alga davay deb podдержка berib, like bostirsanizlarmi, video chiqarishdan to'xtamayman. Sizlarning bosgan layklaringiz, kommentariyalarınız menga motivatsiya bo'ladi. Obuna bo'linglar, like bosinglar, videoni podдержка qilinglar. Sizlar bilan Uskom TV kanali bo'ldi.